Ancha vaqtgacha yaltillab, ko'rinishini buzmasdan turadigan burama bo'g'irsoqlar. Kerakli yog'larni eritishga past olovga qo'yib qo'yamiz. Unga drojani aralashtirib tayyorlab qo'yamiz. Iliq suvga tuz solib, erigan yog'imizdan solib aralashtiramiz. Drojali unni solib, yumshoq xamir qorishi boshlaymiz. Hamma grammajlarini apizanida qoldiraman. Xamir teksturasi yumshoqroq bo'ladi. 5-10 minut tindirsak yetadi. Xamirni oshirish shart emas. Bu vaqt ichida xamir orasiga suriladigan yog'ni eritib, tayyorlab qo'yamiz. Yog'ni xamirni har bir joyiga bir xillikda surib, o'qiluvga sekin-sekin xamirni o'rashni boshlaymiz. Oxirigacha o'rab bo'lganimizdan keyin shunaqa qilib o'qiluvni o'rtasidan xamirni kesib olamiz. Kesilgan xamirlarni 7 sm qilib kichkina bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Endi shu kichkina bo'laklarni ham 1 sm dan qilib kichkina bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Burab tugib olganimizdan keyin listga terib, xolodilnikka yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Qizib hovuridan tushgan yog'ga pastroq olovga shunaqa qilib bo'g'irsoqlarni solib chiqamiz. Boshida qo'llash shart emas. Bo'g'irsoqlar yog' yuzasiga chiqqandan keyin nomiga qo'llab qo'yamiz. Tillarang tusga kirgandan keyin bo'g'irsoqlarni salfetka ustiga qo'yib, ortiqcha yog'larni shimdirib olamiz. Men berayotgan porsiya katta porsiya bo'ladi. Men shuning uchun yarimini muzlatgichga qo'yib qo'ydim. Shunaqa qilib sizlarga muzlatib kerak paytda olib pishirib, svejiy tayyorlasangiz bo'ladi. Qiyom uchun 1,5 piyola shakarga 1,5 piyola asalni solib, past olovga qalaroq idishga gazga qo'yamiz. Suv solib gradusnikda qiynalib o'lchash shart emas. Shu usulda qiyom tayyorlasanglar, qiyominglar har doim chiroyli o'xshab chiqadi. Endi bo'g'irsoqlarni terishni boshlaymiz. Qiyomga shunaqa qilib bulg'ab olib, tarelkaga yoki o'zingizlar xohlagan narsalarga terib chiqishingiz mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha, yoqqan bo'lsa duolarda eslab qo'yinglar.